Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan Farikjon. Bugun obnova bo'ldi. Obnovadan keyin pilot ishi qanaqa tarafga o'zgarganini ko'ramiz. Keyin futbol bor ekan bugun. O'zbekiston bilan Portugaliya o'ynar ekan. O'shanga ham stavka qilib ko'ramiz. O'yinni skachat qilishga qilib qaysi serverga kirayotgan deb o'ylab turgan bo'lsanglar, конечно 17-server taklif qilaman. Chunki bu yerda eng zo'r promokodlar ishlaydi. Например, o'yin kirganingizdan keyin 4-o'yindagi P-kod yozib turib, bu yoqqa kod karti Farik deb yozsanglar, sizlarga pul beradi. Mashina beradi VIP Gold beradi. Keyin o'zim nomidan ham 6 soat o'ynaganinglardan keyin qo'shimcha ko'p pul beraman. Nabza bo'lmasam boshladik. Aeroportga kelgandan keyin mana shu odamning yoniga kelishinglar kerak ekan, litsenziya berar ekan, qanaqadir yangi qoida chiqdi. Men uni oldim. Birinchi boshlanish mana shu vertolyotdan boshlanar ekan. Hammanga easy bu, easy, prosta. Mana shunaqa qizil krujoklarning orasidan akkuratniy o'tish kerak ekan. Aytishligi bo'yicha вообще dahshat tarafga o'zgartirib yuborganmish pilot ishini. Birinchi urovingda mana shu vertolyot bilan yana nima qanaqadir uchadigan narsa berar ekan, ikkinchi urovingga yana boshqacha, uchinchi urovingga yana boshqacha samolyot berar ekan. Amanda 5-uroving. Ana chastni eng tez yuradiganini ham ucha olmayman. Yaxshi ham vaqtida olib qo'ygan ekan. Успешно завершен и засчитан. Сейчас для вас подготовят следующий борт и новое задание. Eng yoqtirmaganim mana shu gruzniki, shu boshida samolyot ishini boshlaganimni ham yomon qiynalib ketganman, buni boshqarguncha. Hali ham shunaqa bo'lsa kerak upravleniyasi buni. Lekin naqadar joylari o'zgarib hop poliziklarga dori sepib qolmasa. Tak, men aeroportga ham kelib oldim. Endi yana qanaqadir samolyot beradi. Отличная работа. Этап успешно завершен и засчитан. Сейчас для вас подготовят следующий борт и новое задание. Nima bu? Uchadimi bu yo faqat suvning ustida yuradimi? Uchar ekan. Lekin upravleniyasi 0. Ancha ter to'kish kerak bo'ladi-yo bunga. Ha, rostdan ham shunaqa bo'ldi. Nima qilamiz endi? Boshqa iloji ham yo'q deb prosta. O'tmasa bermaydi litsenziyani, o'tish kerak sabr qilib. Menga hammasiga ketgan bo'lsa yarim soat ketdi. Uzoq, maksimalni yarim soatda o'tdim. Birinchi anaqani o'zida, urinish o'zida. Bale yana обратно uchib ketish kerak endi. Yana qiynalib borish kerak orqaga. Поздравляю! Экзамен успешно завершен. Все задания выполнены, маршруты пройдены. А самое главное, ни один самолет не потребовал внепланового ремонта. Квалификационная Конечно, тут же профессионал, ты чё, братан?
Hop, litsenziyani oldi, endi uchish kerak. Uy, blat, 18-chi. Родилася любов, мої думки переходять слово. Mana bu уже boshqa gap. Buni samolyot desa bo'ladi. Ham tez, ham upravleniyasi ham chot. Maza qilib yursanglar bo'ladi bunda. Faqat 5-o'rin kerak. Ветер 357, ветер 300 градусов, 3 метра вверх выше. Tak, Miamiga ham yetib keldi. Endi qiziq joyi. Nech pul to'layotgan? Oldin 20 ham. Nifiga себе 58 ming. Degani 1 soatda 500 ming pul degani, 500 ming, 600 ming degani. Tak. Normalniy pul qilsa bo'ladi, lekin bundan. Hozir slotga keldim. Mana shu Buxayvada bitta dom uchish kerak ekan. Okay. Oppa. Ish qilib go'z ko'chgan bo'lsin-da, go'z. Mayli, u bo'ldi, bolalar armiyaga chaqirdi. Proba qilib ko'raylik-chi, bo'lmasa yana qaytib kelamiz dedi. Нахуй, куда? Давай. Через дырочку, через... Что? Кройте, ребят, кройте. Грузим, пацаны, грузим, ящики грузим. Мы на военке уже. Уже грабим. Обходят. Сбоку, где дырка, где дырка. Блядь, там 2 человека. Ай-яй-яй. Ну, пацаны, ну чё ж такое, ну ё... Поехали. Газуй, блядь, хули встал, газуй. Акбар, блядь. Bля, to'xta, военный chiqib keldi. Yordam berish kerak bu bolaga. Voy, Akbar kerak emas edi shu. Menda plan B bor. Mana men oldingi safarga o'xshab qamalgim kelmayapti уже. Hozir otdan piu edi sakrab. Ля ты крыса! Zato bo'lkada paydo bo'laman. Пока, покемоны. Так, поехали, второй раунд. Кого-нибудь маски нужны, нет? Не, все есть. Все, заебись. Сейчас этот красный выйдет, потом сразу. Все, поехали. Погнали. Все, поехали. Красавчик. Бля. Как же наши, блин. Нормально, блин, здесь недавно. Как же мы сейчас все хуя... Как обычно. Извиняюсь. Кому интересно? Маски одень, Даниэль. Тут там. Еще один черный. Все, Abdurahmon ichkariga kirib oling. Odam bo'lsa so'ng kontrol. Бля. Gelikka o'rting, gelikka.
Че, вообще все пусто, нихуя себе. Naturi hech kim yo'q, qani hamma. Езжай. Bilyard, krisalar. Zasada. Qochish kerak, sirrazi qochish kerak. Ой, бля. Есть ремка срочно в тотале? Нету, братуха, нет. Biz buni uddaladik. Ko'p bo'lmasa ham lekin bir 7 ta 8 ta yashik oldik, adashmasam. Mayli-da, xannada yo'qdan ko'ra. Shu joyda menga qanaqadir kaskadyor telefon qilib kiyimini sotdi-da, keldim. 50 million beraman debdi hozir. Danni moment naqd. Men yo'q dedim, 70 deb turib oldim. O'ylab ko'raman dedi. O'ylaguncha men o'sha bitta futbolga pul tikaman O'zbekiston, Portugaliyaga. Ikkita goldan oshu gol bo'ladi deb tikdim bitta, hozir yana bitta tikaman. Chunki men boshida 50 million tikmoqchi bo'ldim, o'xshamadi. 5 million dedi. Tikib turib hozir yana bitta 5 million qo'yib ko'rishi bo'larmikin, bo'lmasmikin? Nifiga biling, bo'lmas ekan-ku. Bilen faqat bir marta tikalar ekan. Ikkinchi marta mumkin yo'q. Bizga yozish boshlashdi o'zi. Bu anu kasal bo'lgan qiz-ku. Bu yoqda. Lekin hozir bu bilan uncha ishim ham yo'q. Menga hozir men buni qilishim kerak. 5 millionni yana qo'yishim kerak nimadir qilib. Ili boshqa stolga borib qo'yib ko'raymikin. Bundan so'radim, bu ham bilmas ekan. Boshqa stolda qilib ko'raychi bo'ladimi yo'qmi? Portugaliya, O'zbekiston bo'lishi 2,5 5 Yo'q, bo'lmasa. O'yin tugadi, ana chatni ko'rayotgan bo'lsanglar, tepada ko'rsatgan 8 million 624 ming, chistý foyda 3 million 624 ming bo'ldi. Tak, bu yerda donator tog'alar keys ochamiz deyapti, ko'ringlarchi nima tushar ekan. Че, Фарикджан, сколько сегодня миллионов поднял? 3 million, bratуха. Ну-ка. Zolota. Boylarga mazza deyman, mana shunaqa qilib donat qiladi, tirs har xil qimmat keyslardan ochib bittada boyib ketadi. Mayli bizga ham kelib qolar shunaqa pullar. Faqat qimmatlarni ochyapti, lekin gap yo'q. Lekin talkoy narsa tushayotgani yo'q hali. Faqat ko'k, oq. Dash qizil tushgani yo'q bir marta. Men qaradim, kuzatdim, zerikib ham ketdim. O'zi ham yarim soat ochdi-yu. Kamida bir 50 ta keys ochib berishadi, mana shu joyi o'zida. Lekin hech nima tushgani yo'q. Minus faqat. Yangi sistemadan keyin keys olmoqchi bo'lsanglar, adashib qolmanglar. Trendosh obmenda berayotganda ham, kioskga kirganinglarda ham keys ustiga bitta bossanglar, tepasida mana ko'rsatadi. Srok жизни degan joyi bor. Agar o'shda sonli yozilmagan bo'lsa, u eksklyuzivniy уже. Suvenirniy deydimi? Mana hozir ko'rsataman. Bu ham suvenirniy ekan. Bu ham suvenirniy. Mana. Bir oy yozib qo'ygan, ko'rdinglarmi? Bular уже arzon turadi. Ana suvenirlari уже qimmat. Mana o'ylashim bo'yicha bundan buyog'iga dalish ko'tarilib ketadi ularning narxi. O'zim kioskdan men bitta chiska qilmasam, chota bo'lmaydi. Shuncha vaqt ichida qaranglar 4 million 200 ketdi atiga. Вообще chunki oxirgi reyatda bu nima qilsa ham. Finka ham uncha yaxshi emas ekan lekin.
egasiga topshiraman уже qaytarib. Холодильник, bilan kimga kerak bu холодильник? Instrument 66 ming вообще qimmat. Ham bamjatskiy kiyimlarni ham kim sotib oladi aytinglar menga, kimga kerak bu? 5 mingdan qo'yib qo'ygan, kim oladi? Bekorga yechib asabiyligi tegani qoladi, undan ko'ra tashlab yuborgan yaxshi bu narsalarni. Ele kimgadir podarka qorish kerak, tinchgina. Balonchik bilmadim, kerak emas bu ham. Mana plasham sal qimmatroq u. Ha, Vlad banana, mayli buni tegmaymiz. O'zimizdan bolalardan. Endi bitta polni artib olsak bo'ldi, shu bilan top-toza bo'ladi. Mana shunaqa do'stlar, video yoqdimi, yoqmadimi bilmadim, lekin g'irib ma'nosiz video bo'ldi o'zi ham. Nima qilay, nima olish bilmadim. Endi xudo xolasa keyingi videolarda qiz bilan ham bir ikkita nima deydi, prikolniy videolar olib ko'raman. O taqdirda men sizlar bilan xayrlashmayman, keyingi videolarda ko'rishguncha. Пока!